Bolam borligini bilsa, bilasan to'yim buziladi. Shuni olamasan kerak, majburlikdan keldi. Otalik qilmasang bo'lmaydi. Qaytib so'rab kelmayman. Sen jinni bo'lib qolsan, o'rtoq. Nima deyotganingni o'zing tushunmaysanmi? Nimani xor qilsang o'shanga zor bo'lasan. Shundan shirin farzandingni olib kelib begona tashlab ketaverasanmi? To'g'ri, men o'rtog'ingdirman. 4-5 yildan beri farzandsizdirman. Lekin men qizingga hozir otalik qilib o'zimga olib qoladigan bo'lsam, ertaga yig'lab kelsang ham bermayman. Shuni hisobini olgin. Bu yog'ini ko'p o'yladim. Qaytib so'rab kelmayman. Uylanib olsam, hali ko'p farzandli bo'laman. Voy, eshik ochiq, kiravering. Xush kelibsan, o'rtoq. Qizim bilan mazza qilib o'ynab o'tirdik. Qaysi shamolni uchirdi? 4 yildan beri bormagan doktorim qolmadi. Farzandli bo'la olmayman. Bu gaping bilan nima demoqchisan? Bolamni olib ketmoqchimisan? Menga o'zingdan bechorani yo'qmi? Men senga nima degandim? Begona emassan-u, o'rtog'imsan. Bunaqa bo'lishini bilmagandim. Kelinam homilador ekan. Farzandimni bersang degan. Tuqqanlik emas, boqqanlik farzand. O'sha payt ko'zingga xotin shirin ko'rinadi-yu. Endi farzand kerak bo'lib qoldimi? O'rtoq, bor, uyimdan chiqib ketgin, qaytib kelmagin, xo'p? Yaxshi gap bilan olmoqchi edim. Endi sen bilan qanaqa gaplashishni o'zim bilaman. Yaxshi gap tushunmading. Samiya qizimchi, magazinga olib chiqib kelaman. Qisloq yuraman senga. Yur mashinada aylantirib kelaman. O'tir mashinaga qizim. Tez kelamiz, xo'pmi? Yur qizim. Samiya qizim. Samiya. Qizim, yur aylantirib kelaman. Samiya. Nimada qo'shsan? Kim ekan u? Ha, bo'ldi. Assalomu alaykum. Tinchlikmikan? Jinoyat qidiruv bo'limidan kapitan Karimov bo'laman. Asilbek kerak edilar bizga. Hurmatli fuqaro, siz ustingizdan ariza tushgan. Bularning farzandlarini majburan ushlab kelayotgan ekansiz. Bu qanaqa og'ir jinoyatga olib kelishini bilasizmi? Mana hamma dokumentlari menda. Qizimni qaytarib bermayapti. Yaxshi gap bilan aytayapman. Agar qizimni qaytarib bermasa, qamatib olaman buni. Men aytaman, o'sha yerda vaziyatim og'ir bo'lgani uchun majburligimdan berganman. Endi so'rasam qaytarib bermayapti. Bir narsa deng bunga. Bunaqa bo'lmagan-ku, o'rtoq. Nimalar tuhmat qilib tashyapsan o'zingdan o'zing? Adasini bir nimadir desangchi. 3 oyli bolani indamasdan qo'lingizga tashlab ketdi, uylanaman deb. Endi bola kerak bo'lib qoldimi? 3 oylik chaqaloqni indamasdan qo'limizga tashlab ketib, qaysi bet bilan uyimizga yana bostirib kelsan bilmayman-ku, lekin nima qilsang qil. Qanaqa xohlasang gaplash, qizimni beradigan ahmoq yo'q. Men sizga nima degandim? Xotin aldaydi degan edim. Farzandimni 2 yoshgacha o'zim katta qilganman. Chet elga yaxshi oylik chiqqani uchun ketgandim bularga ishonib. Ko'rasizmi? Bunaqa o'zlashtirib olishni bilmaganman farzandimni. Kelin bola qayerda o'zi? Olib chiqing bu yoqqa. O'zi asrab olishga dokumentinglar bormi? Bola nima gap olmayapti? Qizim, baringman, men bilan ketasanmi? Menga qarang, qishcha so'quv ekan-ku, siz bilarmidingiz? Saqov? Nima saqov bo'ladi? Ay, kil boqqanman do'stan. Xabaring yo'qmidi? Biz ham olib bormagan doktorimiz qolmadi. Tug'ma ekan. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Menga saqov bolani keragi yo'q. Arizamga yetib tashlang, qaytarib oldim. Uzr, sizlarni ham bezovta qilib qo'ydik. Adasi, o'rtog'ingiz odam emas ekan. Nima ham derdi? Shuning uchun ham menimcha qaytib farzand bermagan.